Ya hormaylar. Voy keldingizmi? 3 kundan beri o'chirib poylab o'tirib biza. Ha, bizni nimaga aqa chaqirishdi? Peterburgga da kasallarni ham ko'rib kelyapmiz. Kirorasizlar ochirit bilan. Ha, nima bo'lyapti? Qizlarga yomon qizqaman. Ko'chada ko'rsam ko'zim tiyolmayman. Nima qilsa bo'ladi? Ha. Yaxshimi? Ana bo'ldi. Endi qiziqsak ham iloji yo'q. Boraver. Keyingisi. Ammo bu kasalni yomoniga o'xshayapti-yu. Bo'ldi. Yana ozgina yo'qmi? Instagram blog bo'lib qoldi. Shuni ham to'g'rilaysizlarmi? Ha, bag'da kasallar davolayapti. Siz turing yo'qoling. Dollar yana ko'tarilibdimi? Kapitan Abdujabborov, siz So'g'd tabib ekansiz. Siz tekshirishga keldik. Yo'q, qani? O'zingiz bitta tekshirikchi qani? Ey, menga qara, ertalabdan beri nuqul o'g'ilbanlar, erkaklar kelib yotibdi. Bunday ayollar yo'qmi? Ushayek bunday. Hozir topib kelaman. Mana kakras, opaxon o'zlari keldilar. Nima bo'lyapti? Qog'oz oryapti. To'xtang. O'zim topaman. Endi biz ja kuchlibiz-a, bizning klientlarimiz ko'p, bag'dan. Oho, mana. Yaxshi. O'zi aytib qo'yavering, nima bo'lyapti? Voy, men kasal emasman. Erim olib keluvdim. Do'di, yaxshimisiz? Skori chaqiraylikmi? Oh. Eri yo'qlar yo'qmidi? Tabibim,